Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi Haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə sizlərə bu haftadan bu yan yüz bergan Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim hodisalarni eslatib o'tmoqchimiz. Tövəndə diqqətinizlər Haftalik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa başçılığındakı Qurultay heyətinin 22 fevral günü İrlandiyada hökumət əməldarları və parlament əzaları bilan keng dairədə uçuruş elib berişi və İrlandiya Kengash palatasında Uyghur irqi qırğınçılığı haqqında guvohlik berişi Xitoy hökumətinin qattiq noroziligini qo'zg'adi. Shu kuni Xitoyning İrlandiyadagi bosh elchixonasi İrlandiya hökumətiga norozilik notisi topshirib, Xitoyga qarshi bo'lguncha tashkilot bo'lgan Dünya Uyghur Qurultay xodimlarining İrlandiya hökumət əməldarları bilan ko'rishganligini qattiq ayblaymiz deb bildirdi. Xitoy elchixonasi bu munosabat bilan muxbirlarga bergan bayonotida Dünya Uyghur Qurultayı bo'lsa Jongoga qarshi kuchlarga ruhini sotgan sepi o'zidan bo'lguncha radikal tashkilot bo'lib, ular uzun mezgillardan buyon Xinjiang haqida yolg'on ig'vo tarqitib, radikal ideyani targ'ib qilib, zo'ravon bo'lguncha harakatlarga qudratqo'liq qilib keldi. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa bo'lsa, Jongo chegarasi ichida bir qator zo'ravon terrorlik delolarini va ig'ir jinoyat voqealarini sodir qilgan terrorchi unsurdan iborat deb chalvoqidi. Xitoy elchixonasi bayonotida yana Xinjiang masalasi aslo kishilik huquq, milliy va diniy masala emas, balki terrorizmga, bo'lgunchilikka va radikal islomga qarshi turish masalasidan iborat. Atalmish irqiy qirg'inchilik, madaniyat qirg'inchiligi, majburiy emgak deganlarning hammasi yomon niyatli kishilar tomonidan o'ydirib chiqilgan sepi o'zidan yolg'on gaplar. Biz İrlandiya tarafni Jongoning zimin butunligiga hurmat qilishga, kishilik huquqni bahona qilib Jongoning ichki ishlarga aralashmaslikka chaqiramiz deb bildirildi. Xitoy tarafining bu xil o'ktamligi Dolqun Eysa apandi bilan uchrashuv elib borgan İrlandiya hukumat amaldorlari va parlament a'zolarining kuchli g'azabini qo'zg'adi. İrlandiya Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning yuqorqi bayonotiga darhol javob qaytarib, biz Uyg'urlar duch kelayotgan fojialik reallikni Xitoy hukumati bilan bo'lgan suhbatda davomli ta'kidlaymiz. Chunki kishilik huquq masalalari har qachon Irlandiya tashqi siyosatining muhim mazmuni deb ko'rsatdi. Dünya Uyg'ur Qurultayining arzi bilan 2020 yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 2021 yili 9 dekabr kuni e'lon qilgan Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi haqidagi hukmnomasi Irlandiya Kengash palatasida 10 fevral kuni muzokaraga qo'yilgan va mazkur hukmnomani e'tirof qilish haqida maxsus qaror qabul qilingan edi. Mazkur qarorning qabul qilinishi uchun kuch sarf qilgan parlament a'zolariga minnatdorlik bildirish va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Irlandiya parlamentida rasmiy qabul qilinishini qo'lga keltirish, Irlandiya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishini qo'lga keltirish maqsadida 20 fevral Irlandiyaning poytaxti Dublin shahriga yetib kelgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Eysa, Qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunun va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tashkil topgan Qurultay hay'ati 22 fevral kuni avval Irlandiya hukumat binosida Irlandiya hukumatining va Irlandiya tashqi ishlar ministrligining ba'zi yuqori darajalik amaldorlari bilan maxsus ko'rish elib berib, ularga Xitoy hokimiyatining xalqaro jamoatchilikning shuncha kuchli noroziligiga qaramasdan Sharq Turkistonda hozirma ham jiddiy yo'lga qo'yayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, shundaqli insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlari haqida ma'lumot berish bilan birga Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatining Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan ko'p taraflamalik dalil isbotlar orqali qonuniy asosda rasmiy dalillab chiqilganligini, hozirga qadar Amerika tashqi ishlar ministrligining, Kanada, Angliya, Belgiya, Gollandiya, Fransiya, Chexiya, Litva parlamentlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror qabul qilganligini, Yevropa ittifoqi va Amerika hukumatining irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak sababli Xitoyning hukumat amaldorlariga va Xitoy shirkatlariga qarata jazo va embargo tuzumlarini yo'lga qo'yganligini xotirlatib o'tdi va Irlandiya hukumatining ulardan ulgi ilib Xitoyga qarata jiddiy jazo va embargo tuzumlarini yo'lga qo'yishini umid qiladiganligini bildirishdi. Shu kuni tushdan keyin Dolqun Eysa boshchiligidagi Qurultay hay'ati Irlandiya Kengash palatasini ziyorat qilib, Irlandiya Kengash palatasining raisi Mark Daly boshchiligidagi ko'plagan palata a'zolari bilan ko'rishib suhbat elib bordi va Kengash palatasida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida maxsus guvohlik berdi. Dolqun Eysa apandi boshchiligidagi Qurultay hay'ati Irlandiya Kengash palatasi binosiga yetib kelganda Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasini qabul qilish haqida qaror loyihasi hozirlab chiqishda va uni Kengash palatasiga qabul qildirishda boshlamchilik rolini o'ynagan Kengash palata a'zolaridan Michael McDowell, Victor Boyhan, Grit Kroghill,
Şorun Köygün, Melkul Barayn qatarlıq 6 nəfər palata əzası parlament binası aldığı çıxıb qurultay həyətini qızğın kütüb aldı. Ularning bu xil oliy janoblığı və kəmtərliki Dolqun Aysa əpəndim və onun həmralarini çoğunqur təsirləndirdi. Dolqun Aysa əpəndi parlamentdə qılğan sözüdə İrlandiya Kengash Palatasının Xitayning şuncha kuchlik besimigə və narazılıqlarga pisand qılmasdan Uyğur Sud kollegiyasining hukmnomasini e'tirof qilish haqida qaror qabul qilganligidek jasur və haqqoniy harakatiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan cheksiz minnatdorlik bildirdiganligini ifoda qilish bilan birga Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarining hozirmi ham uzluksiz davom qilayotganligini ba'zi dalil isbotlar bilan ta'kidlab o'tish bilan birga Irlandiya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ma'qullab rasmiy qaror chiqarishini umid qiladiganligini ifoda qildi. Dolqun Aysa apandi boshchiligidagi qurultay hay'ati yana Irlandiya Kengash palatasining raisi Mark Daly va boshqa palata a'zolari bilan ilib borgan ayrim ko'rish jarayonida yana Irlandiya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhisini qurib chiqish masalasi haqida maxsus muzokara ilib bordi. Dolqun Aysa apandi boshchiligidagi qurultay hay'atining Irlandiya ilib borgan 3 kunlik rasmiy ziyorati bugun, ya'ni 23 fevral kuni oxirlashadi. Germaniyaning Myunxen shahrida 18 fevral boshlangan va 3 kun davom qiladigan 58 navbatlik Myunxen xalqaro bexatarlik yig'iniga qatnashish uchun kelgan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati ENDning raisi Damon Wilson apandim 19 fevral kuni Ataydan Dunyo Uyg'ur qurultayining Myunxen shahridagi markaziy ishxonasini ziyorat qilib, qurultayning raisi Dolqun Aysa va qurultayning markazidagi bir qism xodimlari bilan suhbat ilib bordi. Qurultayning muavin raisi Parat Yo'ronqash, qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovdin, qurultay fondining raisi Abdujil Ahmad, muavin raisi Umid Tursun, qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin va qurultayning program yetakchisi Eva qatorliqlar suhbatda birga bo'ldi. Bundan 20 yil burun ENDning yangi raisi bo'lib saylangan Damon Wilson apandim suhbat jarayonida qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur qurultayining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga qarata ilib berayotgan jinoiy qilmishlarini xalqaro jamoatchilikka tuyg'uzish va demokratik allarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishini qo'lga keltirish jihati ilib berayotgan unumli faoliyatlariga shundaqla dunyo demokratiyasini ilgari surish jihatida ko'rsatgan tirishchanliklariga yuqori baho berish bilan birga ENDning uzun yillardan buyon mazlum Sharq Turkiston xalqi bilan doimo hamnafas bo'lib Dunyo Uyg'ur qurultayi boshchiligidagi ba'zi Uyg'ur tashkilotlariga moddiy jihatdan yordam bo'lib kelganligini, bundan keyin bu yana Dunyo Uyg'ur qurultayiga bo'lgan iqtisodiy, siyosiy va diplomatik qo'llashini uzluksiz darajada kuchaytirganligini ifoda qildi. Damon Wilson apandim so'zida yana garchi Dunyo Uyg'ur qurultayi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari va Tibet, Hong Kong va boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlari dunyo miqyosida qanot yoydirgan norozilik harakatlari orqali 2022-yillik qishliq olimpik yig'inining Xitoyda o'tkazilishini to'sib qolinmagan bo'lsa-mu, ammo ularning bu xil harakatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining xalqarada texmo keng tuyulishi va e'tirof qilinishiga vasila bo'lganligini, dunyo matbuotlarida Beijing qishliq olimpik yig'ini bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining tang talaffuz qilinayotganligini, Beijing qishliq olimpikining ko'plagan demokratik allarning diplomatik boykot qilishiga uchraganligini ta'kidlab o'tdi. Suhbatda Dolqun Aysa apandi Damon Wilson apandimga Dunyo Uyg'ur qurultayining yaqinqi mezgillardan buyon xalqaro sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlari, chet ellardagi Uyg'ur muhojirlar navbatda duch kelayotgan jiddiy tahdid, xavf va xirislar, bo'libmi Tailand, Misr, Marokash qatorliq bir qism ellarda xavf ichida qolgan Uyg'ur qarindoshlarimizni qutqizib kelishning konkret choralari haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Dolqun Aysa apandi so'zida yana o'zining oldingi kunlarda Janvada Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar komitetining mas'ullari bilan ko'rishib, ularga Tailand, Turkiya, O'rta Osiyo davlatlari va Marokash qatorliq davlatlarda qiyin ahvolda turayotgan, bexatar 3-chi bir davlatga ketishini kutib turayotgan Uyg'ur musofirlarning masalani anglatganligini va bu haqda qurultayning ba'zi konkret talablarini sunganligini xotirlatib o'tish bilan birga, Xitoy hokimiyatining chet ellardagi Uyg'ur muhojirlarga qaratgan turli tahdid va ziyonkashliklarni uzluksiz oshirib kelayotganligini, shuning uchun ENDning Uyg'ur muhojirlari masalasiga alohida ko'ngil bo'lishni umid qiladiganligini bildirdi. Ko'rishish jarayonida ENDning uzun yillardan buyon Uyg'ur milliy harakatiga ko'rsatib kelgan iqtisodiy va siyosiy jihatdagi qo'llashga minnatdorlik bildirish yuzasidan END raisi Damon Wilson apandimga Do'ppa va Sharq Turkistonning bayrog'i tushirilgan iznak taqdim qilindi. Orqadan Damon Wilson apandim qurultay rahbarlarining hamrohligida Myunxen shahrida o'tkazilgan cho'nglar mashrabiga qatnashib, o'zining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashi va sevgisini izhor qildi. Damon Wilson apandi mashrabda qilgan so'zida o'zining hayotida tunji qitim bir mashrabga qatnashganligini va buningdan cheksiz g'urur his qilganligini ifoda qilish bilan birga, o'zlarining vatandagi ota-ona va urug' tuqqanlar bilan ko'rishdan mahrum qolgan Germaniyadagi Uyg'ur jamoatidan samimiy hol so'raydiganligini ifoda qildi. Damon Wilson apandimning iltimosiga asosan Myunxen cho'nglar mashrabining qozisi elga to'nilgan san'atkorimiz Abdulmut Tursun apandim Uyg'ur mashrabining tarixi, uning mazmuni,
Shakli va Mashrabning Uyg'urlarning milliy va diniy alohidaliklarini qo'g'dab qilishda o'ynagan roli haqida qisqa tushuncha berish bilan birga, muhojiratdagi Uyg'urlarning vatanda Xitoy tarafidan allburun tamoman cheklangan Mashrabni saqlab qolish va uni taraqqiy qildirish uchun g'ayrat ko'rsatayotganligini va bu sababdan ko'plagan davlatlarda Uyg'ur mashrablarning qurilib aktiv faoliyat ko'rsatayotganligini ta'kidlab o'tdi. 58-ci növbətlik Myunxun xalqaro bexatarlik yig'iniga qatnashish uchun kelgan Kennedining raisi Damun Wilson afandimning shuncha oldirish bo'lishiga qaramay qurultay markaziy ishxonasini ziyorat qilishi va Myunxun cho'nglar mashrabiga qatnashishi Germaniyadagi Uyg'ur jamoatini alohida mamnun qildi. Kuzatuvchilar dunyo Uyg'ur qurultayga qaratilgan noroziliklar kuchaygan bir paytda Kennedining raisi Damun Wilson afandimning qurultay markaziy ishxonasini ziyorat qilishining Amerika hukumatining va Kennedining dunyo Uyg'ur qurultayga bo'lgan yuksak darajadagi qo'llashini ko'rsatadiganligini ifoda qilishmoqda. 2021 yılı 12. ayının 9. günü Xitoy hökuməti Uyğurlarga qarşı irqiy qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayət yürgüzüyotudu deb hökm çıxarğan Uyğur Sud kollegiyası 23 fevral günü Londonda Uyğur Sud kollegiyasının hökmnamasının xalqaralıq təsiri degan temada məxsus muhokimə və axbarat elan qilish yig'ini o'tkazdi. Uyghur Sud kollegiyasining muavin bosh sudchisi Nekvich apandimning bevosita o'rinlashtirishida o'tkazilgan mazkur yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiy London ishxonasining direktori Rahima Mahmud, Qurultay ayollar komitetining mudiri va qo'shimcha qurultayning bayonotchisi Zumratay Erkin xonimlar alayda taklif bilan qatnashgandan sirt yana angliyalik siyosiy arboblar, oqsuaklar, tadqiqotchilar, advokatlar va jurnalistlardan bo'lib ko'p sonda kishi ishtirok qildi. Uyghur Sud kollegiyasining muavin bosh sudchisi Angliyaning tanilgan korxonachilardan Nekvich apandi yig'inda qilgan so'zida Uyghur Sud kollegiyasining Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan 2020 yili 9 oyda Londonda rasmiy qurilib faoliyat boshlaganligini xotirlatib o'tish bilan birga, mazkur sudning hech bir oldin hukm va yoki taxminga asoslanmagan holda dalillarni tekshirib, barliq bo'lgan material va faktlarga qarab chiqib 3 qitim isbot anglash yig'ini o'tkazgandan keyin 2021 yili 12 oyning 9 kuni o'zining oxirgi hukmnomasini e'lon qilganligini, Uyghur Sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice apandi tarafidan e'lon qilingan 63 betlik bu hukmnomaning 1948 yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ma'qullagan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasiga qo'l qo'ygan davlatlarni o'z majburiyatlarini ado qilishga majburlaydigan, Xitoyning jinoiy javobgarligini surishtiradigan kuchli bir qurol ekanligini, hukumatlar va xalqaro tashkilotlar mazkur hukmnoma orqali o'zlarining xalqaro majburiyat va javobgarliklarini to'lib yetadiganligini, Uyghur Sud kollegiyasining hukmnomasining har qaysi davlatlar va xalqaro organlar uchun zo'r qonuniy asos bo'la oladiganligini ta'kidlab o'tdi. Sudchi Nekvich apandi so'zida Uyghur Sud kollegiyasining xalqaro organlarni dalil isbotlar bilan ta'minlashga tayyor ekanligini, pat yaqinda to'plagan butun dalil isbotlar va arxivlarni ommaga ochiq e'lon qiladiganligini bildirdi. Rahima Mahmud va Zumratay xonimlar yig'inda qilgan so'zlarda Uyghur Sud kollegiyasining xalqaro qonuniy asoslarga tayangan holda chiqargan hukmining xalqaroda intayin zo'r ta'sir qo'zg'aganligini, mazkur hukmnomaning xalqaro organlar tomonidan bir-birlab qabul qilinishga boshlaganligini, masalan, Uyghur Sud kollegiyasining hukmnomasi e'lon qilinib, atisila Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining bayonotchisi Robert Colvillening Janvada o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida maxsus Uyghur Sud kollegiyasining hukmnomasini tilga ilib, mazkur hukmnomaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan hozirlanayotgan Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy doklati uchun muhim bir foydalanish manbasi bo'ladiganligini bayon qilganligini, o'tgan yili 11 va 12 dekabr kunlari Angliyaning Liverpool shahrida o'tkazilgan G7, ya'ni sanoatlashgan 7 davlat tashqi ishlar ministrlarining yig'inidami Uyghur Sud kollegiyasining hukmining alohida tilga ilinganligini, Uyghur Sud kollegiyasining hukmnomasining Irlandiya Kengash palatasida bu yil 10 fevral kuni muzokaraga qo'yilib, mazkur hukmnomani e'tirof qilish haqida maxsus qaror qabul qilinganligini, undan boshqa Amerika Avom va Kengash palatalarida va boshqa allarning parlamentlarida Uyghur Sud kollegiyasining hukmnomasining ko'p qitim tilga ilinganligini eskartib o'tishdi. Rahima Mahmud va Zumratay xonimlar so'zlarida yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining Uyghur Sud kollegiyasining hukmnomasini asos qilgan holda Angliya, Germaniya, Kanada va Argentina qatorliq allarning sudlariga Xitoy ustidan arznoma sunganligini va bundan keyin qurultayning Xitoy ustidan qonuniy yo'llarga bosh urish harakatining doirasini uzluksiz kengaytirganligini ifoda qilishdi. Yig'inda so'z qilgan advokatlar, tadqiqotchilar va siyosiylar Uyghur Sud kollegiyasining butunlay xalqaro qonuniy asoslarga tayangan holda chiqargan hukmnomasini to'liq muayyanlashtirish bilan birga, mazkur hukmnomani texmo ko'p xalqaro organlar, qonun organlari, hukumatlar va parlamentlarning qabul qilinishini qo'lga keltirishning muhimligini ta'kidlashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining 19 fevral chaqirilgan yig'inida 2 navbatlik Sharq Turkiston milliy kengashini bu yil 5 oyning oxiri Germaniyaning Myunxun shahrida o'tkazish qaror qilingan edi. Mazkur qaror 20 fevral chaqirilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'inida qurultay tarkibidagi har qaysi qarindosh tashkilotlarimizning oxirgi qitim ma'qulligidan o'tkazildi.
Dünya Uyghur Qurultayının təşkili xizmətlərə məsul muavin rəisi Fərid Yoronqaç əpəndimnin riyasətçiligida 20 fevral tor orqali o'tkazilgan Qurultay ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'inida Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirishning zaruriyati haqida izohat bergan Qurultay raisi To'lqin Aysa əpəndim har qitim Uyg'urlar masalasi jiddiy bir xavf va krizisga duch kelganda Dünya Uyghur Qurultayining chet ellardagi o'xshamagan qarash va iqlimdagi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullarini, olim, tadqiqotchi va mutaxassislarimizni har qaysi sohaga mansub jamoat arboblarimizni taklif qilib, milliy kengash chaqirish orqali milliy harakatimiz uchun yangi strategiya va yangi yo'l xaritasi tuzib chiqishga ahamiyat berib kelganligini. Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi dunyoga oshkorlangandan keyin 2018-yili Dünya Uyg'ur Qurultayi Germaniyaning Myunxen shahrida Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va insoniyatga qarshi jinoyatlarini xalqaro jamoatchilikka e'tirof qildirish uchun qanday strategiyalik yo'l tutish haqida muzokara olib berilib, bu vaqtda yangi bir yo'l xaritasi tuzib chiqqanligini. Her qaysi tashkilotlarimizning va siyosiy faoliyatchilarimizning bu yo'l xaritasi asosida elib borgan unumli faoliyatlari natijasida bugun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan davlatlar sonining 8 ga yetganligini, har qaysi tashkilotlarimizning va chet eldagi fidokor qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy jihatdagi qo'llashi bilan 2020-yili Uyg'ur sud kollegiyasining qurib chiqilganligini, 2021-yili 12-oyning 9-kuni Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm chiqarganligini, bu hukmning xalqaroliq organlar, parlamentlar va hukumatlar uchun qonuniy asos bo'lganligini eslatib o'tdi. To'lqin Aysa әпәнди so'zida navbatda Uyg'urlar masalasining tarixiy bir burilish nuqtasiga qadam qo'yganligini, bir tarafdan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini texmo ko'p davlatlarga e'tirof qildirish, yana bir tarafdan Xitoyning irqiy qirg'inchiligini va insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'sib qilish uchun xalqaro qandoq yo'l tutish, bundan keyin bir strategiya qo'llanish masalasining jiddiy masala bo'lib qolganligini. Shuning uchun Dünya Uyg'ur Qurultayining bu xil jiddiy holatni ko'zda tutib, bu yil 5-oyning oxirlarida Germaniyaning Myunxen shahrida 2-navbatli Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirish zaruriyatini his qilganligini ta'kidlab o'tdi. Qurultay ijroiya komitetining raisi Umarqanat әпәнdim yig'inda qilgan so'zida Qurultayning keyingi mezgillardan buyon xalqaro ilib berayotgan bir qism faoliyatlari va Uyg'urlar duch kelayotgan jiddiy masalalar haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga 2-navbatli Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirishning muhimligi va taqozoligini ta'kidlab o'tdi. Yig'inda Qozog'istondagi Uyg'ur tashkilotlari va jamoatiga vakolatan so'z qilgan milliy ustozimiz Qahramon G'o'jambardi, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining muavin raisi Akbarjon Bovudin, Uyg'ur akademiyasining bosh raisi doktor Rishad Abbas, sobiq raisi professor doktor Olimjon Inoyat, Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdulla Emarov, Norvegiya Uyg'ur komitetining raisi Baxtiyor Umar, Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Andili Qaraxonli, Turkiyadagi Sharq Turkiston vaqfining raisi Muhiddinjon Uyg'ur, Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfisining raisi Abdurashid Abdulhamid, Amerika Uyg'ur birlashmasining hay'at a'zosi Alfidar Eltabir, Kanada Alberta Uyg'ur jamiyatining raisi Mukarram Qurbon, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zosi Mehmet Chalabshi qatorli ko'plagan qarindosh tashkilotlarimizning vakillarimi Dünya Uyg'ur Qurultayining 2-navbatli Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirish haqidagi yuqorgi qarorni qizg'in himoya qiladiganligini ifoda qilishdi. Ovozga qo'yish orqali Qurultayning yuqorgi qarori har qaysi qarindosh tashkilotlarimiz tomonidan birdek holda rasmiy ma'qullandi. Oldimizdagi kunlarda 2-navbatli Sharq Turkiston Milliy Kengashiga tayyorlik qilish guruhi quriladi va 3-oyning boshlarida mazkur kengashga chaqiriladigan aziz mehmonlarimizga taklifnoma avatiladi. Dünya Uyg'ur Qurultayi 20 fevral maxsus bayonot e'lon qilib, Qurultayning mustabid Xitoy hokimiyatining Turkiyadagi eng asosli hukumatchisi va koni hisoblangan Vatan partiyasining raisi To'g'u Perinchakning izchil holdagi haqorat, tuhmat va hujumlarga uchrab kelgan Dünya Uyg'ur Qurultayining sobiq muavin raisi, Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining raisi Said Tumturk әпәнди bilan har zaman hamnafas va hamkorlik ichida ekanligini, qonuniy jihatdan butun kuchi bilan yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi. Turkiyadagi ashaddiy Xitoyparast Vatan partiyasining raisi To'g'u Perinchakning arzi bilan Turkiyadagi ma'lum bir sud Said Tumturkni 20 oylik qamoq jazosiga hukm qilgan va bu hukmni sirtda ijro qilish haqida qaror bergan edi. Dünya Uyg'ur Qurultayining bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Said Tumturk әпәндimning uzun yillardan buyon Sharq Turkiston davosini oltishda tirishib kelgan qimmatli bir siyosiy faoliyatchimiz ekanligini, Xitoyning Turkiyadagi ba'zi mikroblarining Said Tumturk әпәндimni hujum nishoni qilib, uningga uzluksiz tuhmat chaplash va uni to'xtamay sudga berish orqali Said Tumturk әпәндimni ufurtishga urinib kelganligi alohida ta'kidlanish bilan birga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik xalqaro jamoatchilik tomonidan e'tirof qilinayotgan, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining xalqaro mustaqil tadqiqot organlari tomonidan dalil isbotlar bilan oshkorlangan.
Uyghur Sud Kollegiyasi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotganining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishkanligi haqida hukm chiqargan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi 8 davlat tomonidan qabul qilingan ahvol ostida yana Xitoyning Turkiyadagi cho'moqchilarining paketlarini burmulab, Xitoyning Turk xalqi bilan qon qarindosh bo'lgan Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini oqlashga urinib kelganligi bayon qilindi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarga va siyosiy faoliyatchilarimizga tuhmat choplab til haqorat yog'dirib kelgan Xitoy kommunistlarining Turkiyadagi bu cho'moqchilarning oxirgi hisobda sudda mag'lubiyatga mahkum bo'ladiganligini ifoda qilindi. Xitoyning Turkiyadagi asosliq zuvan hisoblangan Vatan partiyasining organ gazeti Oydinlik gazeti bugun, ya'ni 21 fevral kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining yuqorqi bayonotiga qarshi bosh maqola e'lon qilib, qurultayni Seyittim Turk apandiga ega chiqish bilan aybladi va qurultayni NDDdan iqtisodiy yordam oladigan Sharq Turkistonlik bo'lguvchilarning markaziy tashkiloti deb ko'rsatdi. Oydinlik gazetida yana qurultayning yuqorqi bayonotining to'liq tekstimi o'rin oldi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antoni Guterres Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissar Michel Bachelet'ning Sharq Turkistonga qarta ishonarli darajada ziyorat elib berishi kerakligining qat'iy ishkanligini bildirgan. Guterres mundaq degan: "Bu ziyorat Xitoyning manfaati uchundir. Agar Xitoy kishilar ularni ayblagandek ishlarni qilmaganligiga ishonsa, Oliy komissarning ishonarli bir ziyoratda bo'lishiga yo'l qo'yishi Xitoyning manfaati uchun bo'ladi. Bu ziyoratning bo'lishi uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Agar ziyorat amalga oshmasa, Oliy komissar uningga berilgan vazifaga uyg'un qaror beradi." Guterres bu so'zlarni 18 fevral Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan Myunxen bexatarlik yig'inida riyosatchisi bosh elchi Wolfgang Ishingerning savoliga qarata aytgan. Guterresning bu so'zlarni Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissariyati ishxonasi Uyg'urlarning vaziyati haqida tayyorlagan dokladini e'lon qilishni kechiktirish bilan ayblanayotgan bir vaqtda aytishi diqqat qo'zg'agan. Kişilik Hukuk Ali Komissariyati ishxonasining bayonotchisi yaqinda matbuotlarga qilgan so'zida dokladning oxirgi shaklining ko'zdan kechirayotganligini bildirgan, lekin qachon e'lon qilinadiganligini aytmagan edi. Guterres bu oyning boshlari Beijing qishliq olimpiyaning ochilish murosimiga qatnashish uchun Beijingga borganda Xitoy rahbari Xi Jinping va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan. Guterresning bayonotchisi uning Xitoy rahbarlaridan Bacheletning Sharq Turkistonda ishonarli darajada ziyoratda bo'lishiga yo'l qo'yishni talab qilganligini bildirgan edi. U 18 fevral Myunxendagi yig'inda yana mundaq degan: "Mening Xitoy doiralariga aytganlarim ham oshkor deydiganlarim shu. Xinjiangda kishilik huquqi cho'qim to'liq hurmat qilinishi kerak. Biroq kishilik huquqi to'liq hurmat qilib qolmay, siyosatning kimlikka, jumladan osonliq millatlarning madaniyat, diniy kimligiga hurmat qilishiga cho'qim kafolatlik qilinishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda bu butun jamiyatning bir parchasi bo'lish fursatiga ega bo'lishi lozim." Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati 2 oyning 16 kunidan 18 kunigacha Janva shahridagi Birleşken Devletler Teşkilatı'da 3 kunlik ziyoratda bu Birleşken Devletler Teşkilatı'ning rahbarlari, har qaysi davlatlarning diplomatlari bilan keng doirada uchirish elib borgan va ularga Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet xonimning Sharq Turkistonga ziyorat elib berish masalasi to'g'risida Dunyo Uyg'ur qurultiyining taklif fikrlarini yetkazgan. Shundaqla Uyg'ur Sud Kollegiyasining hukmnomasining va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining 2 oyning 28 kunidan 4 oyning 2 kunigacha Janvada o'tkaziladigan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining 49 navbatlik yig'inida kun tartibga qo'yilishini talab qilgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.